Oqtosh mahallasi, Mevazor ko'chasi, Raddim tomondagi yo'lga chiqish yo'llarda ahvoli. Mana yo'llarda ahvollariga qarang bular. Oqtosh mahallasi, Mevazor ko'chasi. 2000-yil uchastkalar berilgan bu yillar. 26 yil bo'ldi. 26 yildan beri shu ahvol, qishda shu ahvol, yozda chang-bo'ron. Yashash shu. Prezidentimiz qancha gap gapirdi, qancha milliard so'm pullar ajratyapti mahallalarga. Lekin mana mahallani, mana ko'chasiga bir shaqa tanga kelgani ham yo'q, ishlatilgani. Mana suvlarni qarang. Mana ko'chani suvini qarang. Mashinalar illa o'tadi bu yerda. Piyodalar o'tolmaydi ham bu yo'laklarda. Mana qarang, ko'l. Hozir bir xil ko'llar quryapti. Ko'llarda muncha suv yo'q. Lekin bizlar Oqtosh mahallasimizga kelsangiz, mana suv sizga qancha kerak. Mana qarang ya. Suvni qarang. Bu suvdan qaytib o'tadi odamlar. İşe borish kerak, maktabga borish kerak, bog'chaga borish kerak, yana ham yo'ldan o'tish kerak. Hadimay odamlarni hovlilariga suvlar kirib ketadi, bu suvlar. Keyin odamlar qayerga qochadi? Shuni bir iltimos sizlardan o'ylab ko'rib, shu yo'llarga ham chiroyli qilib, chiroyli asfalt, chiroyli trotuarlar qilib bersalaringiz degan umiddamiz. Birinchi Allohdan so'raymiz, keyin prezidentimizdan, keyin sizlardan so'raymiz.